Bugun turmush o'rtog'imga hurmatim va mehrim yanayam oshdi. Turmushga chiqmasimdan oldin adajonim menga bitta gap aytgandilar. Jon qizim, turmush o'rtoq tanlash bu bir qimorga o'xshaydi. Bu tanlagan tanloving bilan yo yutasan, yo yutqizasan derdilar. Alhamdulillah, men juda ham ko'p bora amin bo'laman. Bu tanlovda g'alaba qozonganman. Bugun ishdan kelib turmush o'rtog'imning do'konlariga kirsam, turmush o'rtog'im shunaqangi xursandlarki, xursandchiliklari ichlariga sig'mayapti. Stollariga yaqinroq kelib qarasam, stollarining ustida iPhone 15 Pro Max turgan ekan. Bundan 1 yil oldin turmush o'rtog'im tug'ilgan kunimga iPhone 15 Pro Max sovg'a qilgandilar. Endi 16 chiqayotgan payt edi. O'shanda o'zingiz tuta qoling, o'zingizga ham olmabsiz desam, Shirinim, men iPhone tutishni yomon ko'raman. Sen juda ham xohlayotganding. Seni orzularingni amalga oshirish meni omonatim deb menga sovg'a qilgandilar va men o'sha gaplarga ishongan edim. Demak, turmush o'rtog'im iPhone yoqtirmaydilar deb. Bugun bir narsani anglab yetdim. Turmush o'rtog'im iPhone telefonni tutishi juda ham orzu qilganlar, lekin o'zlarining orzularini chetga surib, meni orzularim haqida o'ylaganlar. Menga iPhone 15 Pro Max olib berdilar. Kontraktimni to'ladilar. Orada bog'cham ochilib qoldi. Bog'chaga ancha yordamlarini berdilar. Bugun nasib qilgan ekan, o'zlariga pul orttirib iPhone olibdilar. To'g'risini aytsam, bugun juda ham xursand bo'ldim.